Turizm bu dunyoni ko'rish imkoniyati, ammo uni boshqarish, o'rganish va asrash imkoniyaticha. Buxoro turizm va madaniy meros texnikumi sizlarga ana shunday imkoniyatlarni taqdim etadi. Yil Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti huzurida Buxoro turizm va madaniy meros texnikumi tashkil etildi. Hozirda texnikumda 11-sinfni tugatgan va o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan turli yoshdagi abituriyentlar uchun ham quyidagi ta'lim yo'nalishlari mavjud. Turizm, mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish, umumiy ovqatlanish xizmatlarini tashkil etish, buxgalteriya hisobi va audit, madaniy meros obyektlarini asrash va ta'mirlash bo'yicha usta. Bundan tashqari, 2025 o'quv yilidan boshlab Buxoro turizm va madaniy meros texnikumida umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari ham mehmonxona xo'jaligi mutaxassisi, oshpaz, sartarosh modelyer, nonvoy, kompyuter tizimlarida dasturlash, bank nazoratchisi, kompyuter grafikasi va dizayn operatori yo'nalishlari bo'yicha o'qishga qabul qilinadi. Texnikumning har bir yo'nalishi yoshlarni zamonaviy talablarga mos yuqori malakali mutaxassislar sifatida shakllantiradi. Maxsus chuqurlashtirilgan darslar xorijiy professor o'qituvchilar tomonidan o'tiladi. Talabalar ta'limni xorijda davom ettirishlari mumkin. Texnikumda o'qish muddati 2 yil bo'lib, kunduzgi, sirtqi va dual ta'lim yo'nalishlari mavjud. Shuningdek, bitiruvchilar oliy ta'lim muassasalariga 2-kursdan suhbat asosida qabul qilinadi. Hozirgi kunda texnikumda innovatsion ta'lim markazi, o'quv ustaxonalari, kompyuter xonalari, axborot resurs markazlari, ichki va tashqi sport maydonchalari mavjud bo'lib, talabalar bepul yotoqxona bilan ham ta'minlanadi. Buxoro turizm va madaniy meros texnikumida siz jahon reytingida kuchli top 1000talikka kirgan Fransiyaning Rouen Normandiya universiteti bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlikka asosan Fransiyada grant asosida bakalavr darajasidagi xalqaro diplomni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega. Work and Travel dasturi orqali esa 5 oy mobaynida Turkiya va Germaniyaning yirik mehmonxonalarida amaliyot o'tash hamda texnikumni tugallab, shu davlatlarda ish bilan ta'minlanish imkoniyatiga. Bundan tashqari esa siz Shveysariyaning Helvetia Swiss Inter Corporation kompaniyasining O'zbekistondagi filiali tomonidan amalga oshirilayotgan O'zbekistonda professional ta'lim islohotlarini qo'llab-quvvatlash loyihasiga asosan dual ta'lim yo'nalishida 2 kun nazariy ta'lim va 4 kun Buxorodagi nufuzli mehmonxona va turistik firmalarda amaliy ko'nikma orttirib, oylik maosh asosida ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizning manzil Buxoro shahar Sanoatchilar ko'chasi 26-uy. Murojaat uchun telefon 91 401 2320, 91 410 7342, 97 855 7744, 93 555 29 07.